Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda Kaliforniya yomg'irchi o'lchangiz qog'ozlar mashg'ulot ergashish Kaliforniya o'lchanglar bilan shug'ullanaman, daromad qilaman. Mana navbatdagi barabanimizni Namangan viloyati Pop tumaniga Lutfulla akamizga tayinlab qo'ydik. Bunisini Qashqadaryo viloyatiga tayinladik. Mana xudo xolasa ertaga mashinalar kelsa yuklab beraveramiz. Hozir buni bitta ishlatib ko'rib yana tushuntirib o'tamiz. Mana shu ishlash holati. Uzunligi 2 metr, balandligi 1.65. Motorlar 0.3 kW 1400 оборот. Kichkina obyomi bolalarga juda oson bu ishlatish. Og'irligi ham 40 kg, 50 kg chiqadi. 2 kishi bemalol ko'tarib yuraveradi buni. Setkalar mana 0.5 original setka qo'yilgan. Qorin berib olmaslik uchun mana qonniga ham 10 ta bunaqangiz 8 lik armaturadan qo'yib chiqamiz. Zubacheskasi bilan. Mana bu tomoniga mana tunuka chiqarib berganmiz, aravachani qo'yib qo'yib, o'sha cho'lchang yilmagan go'nglari bu tomondan cho'radi. Ko'pchilik uklon qilib yasab bering deydi. Endi biz uzoq joylarga jo'natamiz. Uklon qilish muammo emas. Buni tomonga ikkitadan 4 ta g'ish qo'yib qo'ysa ham uklon bo'laveradi. Yetib borgandan keyin mana old oyog'ida 10 santidan bargalkada kesib tashlasa ham bo'laveradi. Agarda kimgadir shunaqa super barabanlar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.